Assalomu alaykum. Sizlarga qo'l mehnatida tayyorlangan pichoqlarni ko'rsatib o'taman. Bularning tig'lari klapidan zaynamaydigan detallar bo'lgan. Gulvandlari mislardan bo'lgan. Soplari rossiyskiy stabitgina bo'lgan. Bularga xishnikkalar qo'yganmiz. Bejirim ishlangan pichoqlarimiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Endi bularni sizga reaksiyasini ko'rsatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlardan sovg'a, podarkaga bo'lsa, tig'larga ismlaringiz, manzillaringizni yozib beraveramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bularga ilon kallalar qo'yganmiz mana. Bularning mana reaksiyasini sizlarga sinab beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol Pichoqchi Maqsadbekka murojaat qilishlaringiz mumkin.